Barchaga assalomu alaykum. Sizlarni o'z kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun sizlar bilan aynan shu video orqali 3 xil turdagi qatlamali patir qilishni o'rganamiz. Bizga kerak bo'ladi suv, tuz, tuxum, sut hamda un. Barchasini bitta idishga solib, videoda ko'rsatilgandek qilib yaxshilab aralashtirib, xamir qorib olamiz. Hamda qorilgan xamirimizni ustini yopib, yarim soatga tindirib qo'yamiz. Dam olgan xamirni videoda ko'rsatilgandek qilib mushlab yoyib olamiz. Yoyilgan xamir ustiga sariyog' yoki margarinni xohishingizga qarab eritib suramiz. Uyda mehr bilan tayyorlangan har bir ovqatni ta'mi o'zgacha bo'ladi. Shu hisobda yaqinlaringizni xursand qilishga hech qachon erinmang. Nachunka uchun biz piyoz, ko'k piyoz hamda zelendan foydalanishga qaror qildik. Siz o'zingiz xohishingizga qarab ichiga nachunka ishlatsangiz bo'ladi. Bizda birinchi turdagi patirimiz bu klassik oddiy qatlama patir bo'lib, uni ichiga hech qanaqa nachunka solinmaydi. Faqatgina sariyog'langan xamirni yaxshilab videoda ko'rsatilgandek qilib non shaklida yasab olib, ustini vilka bilan teshib, 180-200 gradusda qizib turgan duxovkada yaxshilab pishirib olishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi turdagi qatlamali patirimiz piyozli. Piyozni sariyog'langan xamir ustidan sepib, videoda ko'rsatilgandek qilib o'raymiz hamda non shaklida yasab pishirib olamiz. Uchinchisi esa ko'k piyoz hamda zelenli. Uni ham xuddi shu ko'rinishda o'rab, non shaklida yasab 180-200 gradusda oldi-orqasi qizargungacha pishirib olamiz. Video yoqqan bo'lsa, like va kommentariy kutaman. E'tiboringiz uchun tashakkur.